Alloh tabaraka va taolo sizlarga bir shahar misolini keltiraman deyapti. Bu shundoq shahar, tinch, sokin, hamma tomondan rizq ochib qo'yilgan shahar edi. Bas u shahar aholisi Allohning ne'matiga noshukrlik qildi deyapti. Alloh uning aholisiga bu noshukrliklari uchun ochlik va qo'rquv, xavf, xatar libosini torttirib qo'ydi deb Nahl surasi 112-oyatida Alloh bizga misol keltiradi. U Makka shahri edi. Alloh taolo u shaharga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yubordi. Allohning mana shundoq ne'matiga u shahar ahli noshukrchilik qildi. Allohning ulug' ne'matini bilishmadi. Mana Makka-i Mukarrama yer yuzidagi eng ulug' joy, eng aziz joy. Lekin u joyga Allohning eng ulug' ne'mati, Allohning payg'ambari kelganda qabul qilishmadi, dushmanchilik qilishdi, u kishiga yomonliklar qilishdi. Oxir oqibat Alloh u ne'matini olib boshqa joyga, Madina Munavvaraga ko'chirdi u ne'matini. U ne'matini olish bilan birgalikda u joydan tinchlik, osoyishtalikni ham olib qo'ydi, ana u joyga ochlikni ham berib qo'ydi. Qur'on oyatlari bu o'tgan qavmlarni keltirilishligi, sizlar shunaqa bo'lmanglar deydi Xudo taolo. Bundan xulosa qilinglar, bundan o'zlaringga fikr yuriting, manfaat olinglar deydi.